Adolat bilan aytaylikchi. Adolat bilan hammani telefonidagi ma'ruza do'st haqida, to'g'rimi? Hamma profilga qo'yadigan ma'ruza, Instagramga qo'yadigan ma'ruzalari hammasi kimgadir tegishli. Alloh uchun emas u ham. Kimgadir otadi o'sha gapni. Istoriyasiga qo'yib olib, Telegramga qo'yib olib, unga qo'yib olib, bir-biriga uloqtirib, haqdor odam qarzdorga qarz haqida tashlaydi. Bola do'stiga, oshna og'aynisiga, do'stga bir qadrdon bo'lish, ulfat bo'lish haqida tashlaydi. U ham Alloh uchun emas. Endi qarang-da, o'sha ma'ruzalarni aksaridan o'zimiz nafsimiz bilsak bo'ladi. Sen nimaga meni yaxshi kunimda yonimda eding-ku, yomon kunimda ketib qolding degan ma'ruzalar hammasi. Ana qarang, o'zimizni nafsimizni to'g'ri kelmayapti. Zo'r paytimizda kelsa-yu, yomon musibat kelgan paytda ketib olsa, endi Alloh taologa xuddi shuni teskarisi. Alloh taoloning oldiga shu musibatda kelganda boriladi, zo'r paytda Allohning oldidan qochib ketiladi. Nafsimizga qarasak bo'ldi. Demak, biz kimni yaxshi ko'ramiz? Buni solishtirishdan maqsad nima? Alloh taolo bunday misollardan oliy. Biz qanday do'stni yaxshi ko'ramiz? Bir xil. Zo'r paytimizda ham tursin o'sha. Qarzdor paytimizda ham tursin o'sha bola. Mansabga chiqqanimizda ham tursin yonimizda. Mansabdan tushgan paytimizda ham yonimizda turib bersin. O'shani yaxshi ko'ryapmiz-a? Endi nimaga biz Allohga 200lamachilik qilyapmiz? Nimaga musibat paytimizda Allohning oldiga boryapmiz-da? Zo'r paytimizda ham turaylik o'sha joyda.